Ushbu malinali ganajdan bemalol pirojnilarni bezatishdi, tortlarni orasiga nachinka sifatida ishlatishdi, makaronslarni ham kremlashdi. Ishlatsanglar bo'ladi, juda ham mazali chiqadi. Ushbu ganajdan musli pirojnini bezatishda foydalandim. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli chiqadi. Ganaj tayyorlanish to'liq retseptini opisiyaniyada yozib qoldiraman. Kremimiz shunaqa воздушный bo'lib chiqadi. Ta'mi xuddi morojniga ham o'xshab ketadi. Bundan tashqari yana ganaj retseptlarini va mazali pirojnilar retseptlarini o'rganishni xohlasanglar, sizlarni Didu Akademi yopiq Telegram kanalimga taklif qilib qolaman. Yopiq kanal haqidagi to'liq ma'lumotni esa aktualnidan olishingiz mumkin. Ushbu malinali ganajdan bemalol pirojnilarni bezatishdi, tortlarni orasiga nachinka sifatida ishlatishdi, makaronslarni ham kremlashdi. Ishlatsanglar bo'ladi, juda ham mazali chiqadi. Ushbu ganajdan musli pirojnini bezatishda foydalandim. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli chiqadi. Ganaj tayyorlanish to'liq retseptini opisiyaniyada yozib qoldiraman. Kremimiz shunaqa воздушный bo'lib chiqadi. Ta'mi xuddi morojniga ham o'xshab ketadi. Bundan tashqari yana ganaj retseptlarini va mazali pirojnilar retseptlarini o'rganishni xohlasanglar, sizlarni Didu Akademi yopiq Telegram kanalimga taklif qilib qolaman. Yopiq kanal haqidagi to'liq ma'lumotni esa aktualnidan olishingiz mumkin.